Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugun sizlarga yangilik 2025-yili Intelligent Lock'dan Smart zamok Face ID li zamokimiz yetib keldi. Bugun sizlarga uni obzorini qilib beramiz. Ichkaridan tablo. Tashqaridagi ko'rinishi. Qaranglar, umli zamokimizning bugun sizlarga obzori. Bunda Face ID'si bor. Xuddi shu boshqalarga o'xshagan отпечаткасы bor. Kodli panel, jing'iloq bor, звонок. Tashqariga chiqilganda yopiladi. Ochilishi отпечаткаdan ochiladi. Unga parallel Face ID ochiladi. Bu joyda yana 5 kaliti bor. Kalit to'si bo'ladi. Kalit yonida Type-C joyi bor. Mabodo akkumulyator qolmaganda akkumulyatorni ochsa bo'ladi bemalol. Ochilib yopilishi, ochilishi. Ichki tarafida zashovkasi bor. Qo'lingizga ochib yopsangiz bo'ladi. Parallel knopkada ochib yopsa bo'ladi. Tablosi bor. Tashqarida kim kelganini, kim turganini bemalol ko'ra olsangiz bo'ladi. Zapis qiladi. Type-C dan через telefon orqali bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu zamogimiz domofon o'rniga ishlatsa bo'ladi. Telefondan bemalol internetdan ko'rsangiz bo'ladi. Uyga kimdir kelsa, звонокni bossa, telefoningizga сообщение keladi. Bemalol telefondan odamlar bilan gaplashib, eshikni ochib, yopsa bo'ladi. Kodli panel. Mana hurmatli xaridorlar, telefon uladik. Tuya Smart. Ramos. Xohlasak rampdan bosib ochamiz. Qullanadi. Xohlasak videosini yoqamiz.